Assalomu alaykum. Mana yana bitta joyimizga keldik. O'zimiz pochchamiz bo'ladilar. Farg'ona viloyati Kirgili bozoridan arzon qilyapmiz. Shanba kuniga 8-avgust. Bitta arzon qilamiz. Bo'lsa arzon narxlarda arzon qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum Pochcha assalom. yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bo'lsa mana shunday arzon qilaveramiz. Bo'laveradi. 2 yoshidan 4 yoshi deyiladi mana. Bitta shilkasi ham bor ekan. Shilkali. Tevasi antrasoli bor ekan. Bor. Keyin bir tomoni kiyim taklaydigan. Pulkalari ham bor ekan. Pulkalari bor. Tevasi ham antrasoli. Bu addenli bo'lib ajraydi ham, addenli bo'lib ajraveradi. Ikkiga bo'linadi. Etajlarga bop ekan, addenli qilib olib kirgani. Buni narxini nechga qilib beramiz? Buni oxirgi narxini 1,2 ga beramiz. 1,2 ming so'm qilib berar ekanlar. Bu xo'shamiz bor. Ko'payli. Bitta polkasi bor, bitta shilkasi tayda ham. 1,2 kami bor. 3 ta polka tayda ham bitta ochilar ekan, bu ham. Bu laminat bo'ladi. Buni narxini nechga qilib beramiz, pochcha? Buni 600 ming qilib beraveramiz. 600 ming so'm. 600 ga. Bu xonimiz ham bor-a? Xonimiz. Buni 400 mingga beramiz. Buni 400 ming so'm qilib berar ekanmiz. Tevalari MD bo'ladi, yaxshi holatda. Bu go'rkamiz ham bor ekan. Bu go'rkamizni 800 ming qilib beramiz. Eshiklari, bitta polkasi bor. Ichlari ham. Bu aynalari ham tiniq holatda. Buni nechga qilib beramiz? Buni 800 ming. Buni 800 ming so'm qilib berar ekanmiz. Endi mana yerda yana bitta steykamiz ham bor. Mana e'tibor berasizlar. Eshiklariga ham bir tarafi ayni, bitta ikkita aynali polkasi bor, bitta laminatli polkasi ham bor ekan. Eshiklari ham chiroyli holatda. E'tibor berasizlar. Tiniq holatda turibdi, faqat hali chang bo'lib qolgan xolos. Olsalarni artib beramiz chiroyli qilib. Ideal holatda turibdi. Bu qirg'oqlari ham hamma yo'q MDF bo'ladi. Bu bitta butun yo 3 ga? Buni 3 ga bo'linadi bu. Bu ham 3 ga bo'linar ekan. Buni narxini nechga qilib beramiz? Narxini 1,2 ga beramiz. 1,2 ming so'm, $100 pul bo'lyapti. Arziydi. Buni yangisi o'zi 3 milliondan atrofida. Bu enlarini ham, eniga ham 50 ekan. Bu bitta toqa kravatimiz ham bor ekan. Bu sotildi. Bu sotildimi? Nech pulga sotildi? 300 mingga sotildi. 300 mingga sotib yuborishibdi. Ba'da yana bir jup spandiyimiz bor ekan. Eni 1 metr. Eniga 1 metr, uzunligi 2,10 ekan. Matraslari zo'r holatda turibdi. Ortopedisi, bu bosh taraflaridan ham kamutchalari ham bor ekan. Tayda ham sondiq. Tay ham sondiq bo'lib ochilar ekan. Sondiq bo'lib ochilar. Kiyim-kechak soygani, bolalar kiyim-kechaklarni soygani, taylari ham displey ekan. Matrasini haqida ba'zi to'ntarib ishlatsa bo'laveradi. Buni narxini jupini nechga qilib beramiz? Buni 1,2 ga beramiz. 1,2 ming so'm qilib berar ekanmiz. Ba'da servantimiz bor ekan. Yondoqlar. Ikkita aynali polkasi bor. SSSR paytda, Rossiya paytda chiqarilgan bu. Aynalari ham tiniq holatda, chiroyli ochilib yopilyapti. Taylarda ham, eshiklari ham bor. Bu polirovka bo'ladi bu. Buni narxini 600 ming qilib beramiz. Buni narxini 600 ming so'm qilib berar ekanmiz. Ba'da yana bu addenli bu ham. Bu addenli. Buni narxini nechga qilib beramiz? 450 qilib beramiz. 450 ming so'm qilib berar ekanmiz mana ichlari. Ko'zgu aynalari ham bor ekan. O'rtasi ham ochiladi. O'rtasi ham ochilar ekan. Keng ekan ichi ham. Polkalarga ham e'tibor berasizlar. Bu aynalari ham hali singan, uringan emas. Hamma ayna butun ekan. Taylarda ham ishichalari bor ekan. Endi bunisi ham bor ekan mana. Stenkamiz bu ham 2 ga ajraladi. Ikkita o'rtada polkasi bor. Mana bu eshigi ham, eshiklari ham chiroyli ochilib yopilyapti. Buni materiali MDF dan bo'ladi.
Buni narxini necha pul qilib beramiz? Buni narxini 1 million qilib beraveramiz. 1 million so'm qilib berilar ekan. Dastavkasini kelishilgan holatda, отдельный ekan. Buni stenkamiz ham bor. Mana pivasi ham tursul. Qanday ekan? Bitta polkasi bor, bitta pishilchasi bor. Ko'zgu aynigi. Polka. 3 ta polkasi ham bor ekan. Bunisi ham bitta pishilchasi ham bor. Uni ichi ham 50 ekan. Laminat bo'ladi. Отдельный bo'lib 3 ga bo'linadi. Buni narxini necha pul qilib beramiz? Narxini 1 million 400 ming qilib beraveramiz. 1 million 400 ming so'm obunachilarimiz uchun qilib berishaverar ekan. Buni o'zi ham bor. Hop. Bor berasizlar. Bu ham MDF bo'ladi. Pishilcha. Bor berasizlar. Uni ikkita polkasi ham bor. Ichlarigacha ko'rsatiladigan obunachilarimiz uchun ichlarigacha erinmasdan ko'rsatyapmiz. Bir tarafga ham buni ham shilka ekan, mana tevalariga ham narsa qo'ysa bo'ladi. Buni narxini necha pul qilib beramiz? 1 million 300 ga beramiz. 1 million 300 ming so'm obunachilarimiz uchun qilib berasiz. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Mebel sotishadi ham sotib olishadi. Telefonlarni pastda qoldiramiz, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.